Tak, mana qishloqqa ham keldim. Shoshma, yo. Mana tak. Uy, nima bu? Hali haydashni o'rganishim kerak. Tak, mana bundoq, mana ana bu zo'r. Tak, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodi do'stlar. Do'stlar, men yana nima qishloqqa qaytib keldim, chunki shaharda ishlarim o'xshamadi. Umid qilamanki, mening nima uyimni sotib yubormagan. Ha, yo'q, sotib yubormabdi, chunki hali peshtaxtda turibdi. Tak, mayli, ha mayli. Xo'p, u ana ferma wow, zo'r o'sibdi-ku. Mayli, hozir biz to'g'ri janob merning uylariga borishimiz kerak. Shoshmanglar, bu janob merning uyi. Tak, quduqdan sekingina o'tamiz va mana janob merning uyi. Men adashmayman. Yo, assalomu alaykum janob mer. Zodi, qaytganing bilan yaxshi. Janob mer, uyimni sotib yubormadingizmi? Hech kimga sotganim yo'q. Shamollabsizmi deyman? Ozgina. Xo'p, uyga bemalol kirishing mumkin. Qani boraqol. Rahmat janob mer, qanunda biz uyga kiramiz. Do'stlar aytgancha men yangi narsalar oldim. Plastik karta, yangi telefon va ozgina so'mlik pullar. Men bu pullarga uy olaman yangi do'stlar, yoki quraman bu pullarga. Izmirotlarga esa shahardan hech nima bermas ekan, material. Tak, kitobimga hech kim tegilmadimi? Yo'q, hech kim tegilmabdi. Tak, biz endi uyimizga kirishimiz mumkin. Shoshmanglar, avval fermani bir ko'zdan kechirishimiz kerak. Tak, singlimning oldiga ham bir borib kelishim kerak hali. Tak, u nimalar bilan shug'ullanyapti. Tak, do'stlar, mening yotog'im va ana bu yerdagi to'g'rirog'i ana bu yerdagi nima qani? Ana ventilator va yotog'im jin ursin do'stlar. Yo, do'stlar, mening pullarim qani? Yo, hammasini noldan boshlaymanmi endi? Va men temir va mana bu narsani men umuman bilmayman ham do'stlar. Men umuman olib kimdir uyimga kirgani aniq. Nega qulflab ketmadim? Men butunlay shaharga qolaman deb o'ylabman. Yo, do'stlar, men bu narsani chida olmayman. Tak, hozir mebelchining uyiga borib narsa sotib olamiz. Tak, assalomu alaykum janob mebelchi. Zodi, qaytganing bilan, Zodijon. Rahmat. Menga yotoq va nimalar kerak? Ana u yotoq va ana ventilator. Mayli, ola qol. So'mlik olasizmi? Bizda xohlagan narsa, xohlasak plastik, xohlasak so'mlik, xohlasak boshqa narsa. Xo'p, rahmat shunisiga ham. Tak, unday bo'lsa men olsam bo'ladi. Olaver. Ana yotoq, kakras bugun yangi olib kelgandim. Bular eski, lekin bir hafta bo'ldi olib kelganimga. Mayli, bir haftami, 2 haftami bizga bo'laveradi. Narsani eskisi bo'lmaydi. Eskisi bo'ladi to'g'ri, faqat xullasda bo'pti. Mana necha ming bo'ladi? Mayli, sen qaytganing, urma. Uzr, kechirasiz, men inventarni ochmoqchi edim. Bo'p turadi, ko'p o'yinchilarga bo'p turadi. Hozir shoshmang, inventarni ochib olay. Buni sochib tushda, ukam. Hozir, mana bo'ldi. Mana nechta dedingiz? 100 ber bo'ldi. 100 beraman. Yo, shoshmang. 100 emas, adashib ketdim. 400 ber, 400 gina. 400 ber bo'ldi. 400. Yaxshi, 400. Mana ajratib olay pulni. Tak, mana 200 ming. Mana 200 ming ola qoling. Ber davay. Ber. Hozir mana, xo'pa, mana 200 ming. Endi bu pulimni sekingina olib olaman. U pul tushmasligi kerak va xo'pa, tushdi buncha. Ikkalasi ham tushdi. Qani ukam, bering qani, $200 berish shuncha qiyin bo'ldimi? Sana ber. Hozir. Xo'pa, mana bo'ldi. Davay, kelib ukam. Mayli. Shu ukam deyishini yoqtirmayman do'stlar. Ukamma Zodi desa, nima bo'ladi Zodi desa? Axir bizning ismimiz Zodi. Tak, yotoqda mana bu yerga qo'yamiz. U narsalarim mana bundan yo'q, hech kim tegmabdi. Tak, fonarik kimga ham kerak? Mana bu yerni yopib qo'yish kerak. Hozir yopilmayapti. Bo'ldi, yopildim do'stlar. Tak, endi mana bu yerga ventilatorni o'rnatsak ham bo'ladi. Tak, bo'ldi.
Unda biz endi do'stlar biz nima qilsak ham bo'ladi, ferma bilan shug'ullansak. Tak, mana bu narvon sotib oldim. Aytgancha narvon ham sotib oldim do'stlar. Nima uchun? Agar biron joy tepaga chiqish kerak bo'lsa, tepa uchun narvon sotib oldim. Tak, bepulga berib yubordi. Instrumentini juda yaxshi ko'raman do'stlar. Zo'r jitel o'zi ham instrument. Tak, bularni qo'yib olamiz. Plastik kartani bu yoqqa qo'yamiz. Kerak bo'lishi mumkin telefonni va buni olamiz. Telefon esa do'stlarimning nomeri bo'pti. Mana telefonni ham joyiga qo'yamiz. Uni o'tib Tak, buni ham joyiga qo'yib qo'yamiz. Tak, unda biz ketdik. Otlanamiz fermaga. Birinchi ish kunim emas, qishloqdagi birinchi ish kunim desam to'g'riroq bo'ladi. Unda go. Tak, mana do'stlar biz narsalarni ham ekib bo'ldik. Tak, endi biz merga berib kelishimiz kerak bularni. Tak, assalomu alaykum janob mer. Hozirgina salom berdik. Siz salomimizni taqiladi. Toq. Kar. Mana janob mer, mana olishingiz mumkin. Bugunda ish kunimga tushdim. Malades, senga o'xshagan fermerchilar ko'paysaydi. Nega? Birinchi kunda ishga tushasan. Malades o'g'lim. Mayli, rahmat. Ha, aytgancha o'yligingni olmaysanmi? Olaman, mana oldim va xayr. Mer bilan shunaqa o'yin qilishni yaxshi ko'raman. Tak. Endi biz birinchi qiladigan ishimiz do'stlar, balki kamera sotib, yo'q, shoshmanglar. Do'stlar, men avvalo politsiyaga murojaat qilishim kerak, chunki bu nimasi? Shunchaki uyimdan kirib hamma narsani talon-taroj qilib ketishgan. Tak. Hozir biz birinchi navbatda shu bilan shug'ullanamiz. Assalomu alaykum. Ish bilan kelisha olmayman hozir. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Ha, tak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga qarang. Men senga qarab turibman. Gapingni eshityapman. Bo'ldi, gapir bo'ldi. Men bilan ishing bo'lmasa qayerga qarashim bilan. Men ariza yozmoqchi edim. Qayerga yozsam bo'ladi? Tepaga, mayli, tepaga chiqamiz. Salom janob politsiyachi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Mening uyimni shunchaki kirib, shunchaki narsamni olib ketishga men shaharda bo'lgan paytim. O'zingizda qulflab ketmaysizmi? Biz hech nima qila olmaymiz bu paytda. To'g'ri. Bizga pora bermoqchimisiz? Yo'q, shunchaki ko'rsatdim. Mayli, o'zim qidirishimga to'g'ri keladi. Biz maslahatim o'zingiz qidirmang, u xavfli jinoyatchi bo'lishi mumkin. Maslahatingiz uchun rahmat. To'g'ri aytasiz, o'zim olishim kerak edi. Ya'ni o'zim nima qilishim kerak edi? Qulflashim kerak edi. Bo'pti, xayr, salomat bo'ling. Tak, sizga ham xayr, janob politsiyachi. Mayli, davay, sog' bo'ling. Tak, do'stlar, biz hech nima ish chiqmadi. Tak, biz maslahatchining yoniga ketyapmiz. Mer menga shuni maslahat berdi. Maslahatchiga bor, u hamma narsani biladi deb. Yo, shunchaga taq. Kiraver. Assalomu alaykum janob maslahatchi. Salom o'g'lim. Nima bu yerda yuribsan? Meni hamma narsamni o'g'irlab ketishdi. Qarang, jinoyat
chiriyat qilgan joyga qaytadi. Sen kamera sotib ol. To'g'ri, axir yongirangizda instrumentchining uyi bor-ku, axir u men juda yaxshi do'stim. Menga arzonga sotadi ham. Bo'pti, mayli, rahmat, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'l. Nima qilyapsan? Eshik bilan kelisholmayman. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Vo, ana. Tak, mana instrumentchining uyi tak. Salom janob salom o'rtoq janob instrumentchi. O'rtoq janob instrumentchi, gapni qara. Xo'p, xulosda menga kamera kerak. Kamera 3 stak, mayli, do'stligimiz hurmati 2 stak. 2 stak? Nima og'zingga kelgan gap bilan gapiryapsanmi? Temir qimmatlashib ketdi-ku. Temirga kameraning nima aloqasi bor? Nima, kamera plastikdan tayyorlanadimi seningcha? Yo'q, Nimadan tayyorlanadi? temirdan. Unda nima qimmatlashib ketsa nima o'shar ekan? Xo'p, bildim, zo'r ekan. Bu oylikka olaman unda. Mayli, davay, sog' bo'l. Davay, sog' bo'l. Xo'p, meni boshimni qotirma. Puling bo'lsa kel, puling bo'lmasa kel. Kelma. Seni o'zigina obunachilar maqtab turgan. Endi bunday bo'lmadi. Uzr, mayli, videoga olyapsanmi? Bo'pti, mayli, sog' bo'l. Tak. Instrumentchi. Yana nima deysan? Nima menga zakaz qilsam olib kelasanmi? Axir menda bor, просто puling yetmaydi. Nima kerak yana? Urvoy, bitta instrument nima qilganda do'stligimiz hurmati. Agar do'st bo'lmaganimizda seni politsiyaga topshirib yuborardim. Bo'ldi do'stim, kechir. Aytgancha, plastik kartam bor, olasanmi? Biz faqat naqdga ishlaymiz. Men so'mlik pulim ham bor. Biz faqat naqd izumrudga ishlayman. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. O'zim juda jahli chiqib ketdi do'stlar urganimizga. Axir men ham bilmasdan qildim. Inventarni ochmoqchi edim. O'zi inventarni ochish juda ham bunchalik qiyin ekanligini bilmagandim. Muammo tufayli bo'lyapti shekilli, mayli. Do'stlar, biz nimani topolmayapmiz. Albatta, keyingi qismlarda topishga harakat qilaman. Ungacha o'tirib kitobimni yozaman. Tak, sizlar videoga like bosing, obuna bo'ling. Davay do'stlar, sog' bo'ling.